Assalomu alaykum, akvarium baliq ishqibozlari. Xo'p, hammanglarni juma ayyominglar bilan. Xudo xolasa ko'rimlarimizning narxi chiqdi. Hammasini bitta-bitta ko'rsatib, ma'lumot berib o'tib ketaman. Narxlarni ham sirazi aytib ketaman. Xo'p, birinchisida cho'rniy tulka balig'imiz. Xo'p, kecha mana butun 10 kilo kelgan edi. Xo'p, buni bittasi hozir arraladik. O'rtaga bo'lganda mana bunaqa 1,5 kilodan chiqyapti. Xolasanglar shuni yarmidan shundoq kesib beramiz. Hop, buni shu bemalol katta baliqlarga, shu frantozalarga, skatlarga, aravanalarga, katta kishnik yaxshi baliqlarga berib boqsanglar bo'ladi. Podrostklarga ham bersanglar bo'ladi. Shu erinmasdan olib, buni sindirib, to'rab bersanglar bo'ladi. Juda ham effektivli ko'rim hisoblanadi. Hop, buni 1 kilosi 400 ming so'm. Bunaqa qimmat chiqmadi. Hop, keyingisi karetra. Karetramiz bu o'sha aytganimdek kecha baliqlarning ko'payishiga, urug'lanishiga simulyatsiya bo'ladigan, tezroq yordam beradigan ko'rim hisoblanadi va yana bitta buni juda plus anaqasi, fishkasi maloklarni, podrostlarni bir tekisda o'stiradi. Qornini ishirib olmasdan, semirib olmasdan cho'tki chiroyli qilib o'stiradigan ko'rim. Men o'zim bundan oldingi safar kelganda berdim. Shu frantoza maloklarimning hammasi bir tekisda bitta razmerda o'sdi. Faqat mana shundan berib, bir yoniga yana boshqa ko'rimlar berib boqdim. Asosan shundan karetradan berdim. Effekti zo'r bo'ldi lekin. Hop, buni 1 kilosi 350 ming so'm. Hop, Artemi. Buni ko'pchilik biladi, zamorоженный, sifatli, tozalangan, shundoq sindirib, yumasdan, chaymasdan bu beraveriladigan narsa. Hop, buni 1 kilosi 300 ming so'm. Hop, siklop. Ko'pchilik biladi buni ham. O'sha asosan tanganiki baliqlari uchun beriladi. Bu ranglarni sochni chiqazadigan, amerikanskiy sixlitlarga ham bersa bo'ladi. O'z любой baliqlarga bersanglar bo'ladi. Ranglarini cho'tki chiroyli qilib, sochni qilib chiqaradi. Hop, buni 1 kilosi 350 ming so'm. Siklopni. Hop, mana bu dafne. Mana shunaqa to'rtburchak bo'ladi. Buni 500 grammdan. Buni 500 grammi 150 ming so'm. Mana bu matil mana. Matilimiz ham 500 gram, 500 grammi 150 ming so'm. Sifatli, любой o'sha diskus bomi, любой baliqlarga beraverasizlar. Muammo yo'q bu matil bilan. Hop, bularning hammasi srok godnosti 1 yil. Bemalol ishlatib foydalanib turaveradi. Misol bitta olib qo'ysanglar anchaga yetadi. Hop, kilolarni ko'rsatdim. Mana shu aytganimdek shu 1 kilodan oshiq chiqadi bular. Plus minus hozir boshqalarni ham bir tortib ko'rganda qaysidir 980 gram chiqdi. Mana bu 1 kilo 31. Hop, mana bu matil. Matilimiz mana 548, 550 gram xullas. 500 gramdan og'ir. 538 gram bu dafne. Bu siklop. 1 kilodan og'ir mana. Hop, bu Artemi. Bu ham 1 kilodan og'ir. Hammasi shu turishiga etildi. Xudo xolasa bemalol aytvorasizlar. Dastavka pochta xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa hammasi svejiy, cho'tki, yaxshi holatda keldi. Murojaat qilaverasizlar. Yana gruppaga donalab narxlarni aytib tashab qo'yiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.